Kecha bir falsafiy qarashda, ya'ni sofistizm yo'nalishida paradoksga misol keltirilgan bir savolni qo'ygan edim. Savol, diqqat qiling. Sud mahkamada ayblanuvchiga aytayaptiki, agar yolg'on gapirsang qamayman, rost gapirsang qamamayman dedi. Ayblanuvchi qama dedi. Sudya nima qiladi? Bilishimcha ko'pchilik hazil mutoyiba ham qilgan. Undan tashqari ChatGPT dan so'ragan. Chunki ChatGPT ni biz qo'lini bilamiz, qanaqa yozishligini. Har xil javoblar. Eng to'g'ri javob, do'stlar, sudya unday paradoksga kirishi mumkin emas. Kirmaydi. Unday paradoksga kirsa chiqa olmaydi. Chunki shunaqangi paradoks u. Xato, ya'ni sudya qonunga ko'ra amal qiladi. Buni ko'pchilik gapirgan, qonunga amal qiladi degan, lekin asl javob shu, o'sha paradoksga kirmaydi. Bu bir. Ikkinchisi, meni qama degan jumlani rost gapirdi, yolg'on gapirdi jumlasiga ko'ra tahlil qilmaydi. Balki uni buyruq deb qabul qilmaydi. Ya'ni nima deb qabul qiladi? Ya'ni uni vaziyatga ko'ra aytgan gapi deb qabul qiladi. Tahlil sudyani qonunga ko'ra xulosasiga tayanadi.